Och qolganlarning nidosidan balandroq ovoz yo'q, ovqat yo'q, suv yo'q, pul yo'q. Ocharchilik barcha bosqichlardan o'tib ketdi. G'azo ochlikdan o'lyapti. Bu yerda G'azo sektorining ichida ochlik odamlarning tanasini yeb yubormoqda. Ular ko'chalarda, yo'llarda yurib bitta ovqat topish uchun harakat qilishmoqda. Ammo bu bitta ovqat ham topilmayapti. Ovqat ham yo'q, suv ham yo'q, un ham yo'q, hech narsa yo'q. Hatto yasmiq sho'rvasidan bir qultum ham yo'q. Uni ichib jasadimizga biroz issiqlik kirsa. Kichik bolalar kun bo'yi yig'laydi. Bolalarimiz non so'rayapti, ovqat so'rayapti. Bu narsalar qayerda? Biz qayerdamiz o'zi? Ocharchilik ichidamiz. Hatto puli bor odam ham sotib olish uchun hech narsa topolmayapti. Bozorda hech narsa yo'q. Men non izlayapman. Non yoki boshqa narsa ham yo'q. Mahallalarda har yerda izladim. Yo'q. Nonni narxi ham yarim shekeldan 15 ga ko'tarildi.